Assalomu alaykum do'stlar. Mana xo'p, yelin kateterlarimiz kim so'ragan bo'lsa va yelin pichoqlarimiz. Tarozlar kelgan klinikalar uchun va bochkachalarimiz keldi. Bochkachalarimizni talqondan ustida yegan ekan. Zo'rg'a yetib keldi. Ya pichoqlar. Ko'rishingiz mumkin pichoqlarimiz. Kelishtirilgan narxlarda qilib beramiz. Var pichoqmidi? Bunisi nima endi? Ana bu anchadan oldin zakaz qilingan bochkachasi bor, 20 ml. Xudosi bilan bochkachalardan qo'yamiz. Bu asosan qo'ylarga qaymoqdor ichirishga yoki boshqa dorilarni ichirishga ishlatiladi. Bu katta taroziga, klinikalarga ham biz tarozlar yetkazib beryapmiz. Joningiz omoningiz sog' bo'lsin.